Xitoydagi namoyishlar va bizning maydonimiz, Urumchidagi fojialik o't ofati va Xitoy ishg'olchi kuchlarining uningga tutgan pozitsiyasi sababli boshlangan norozilik harakatlari yolg'iz ishg'ol ostidagi Sharqiy Turkistondala emas, Xitoy davlatining ichiga kengayib, 50 dan ortiq Xitoy shaharlarida Xitoylar ko'chalarga to'kildi. Mazkur andiziga qarata maydonimizni belgilashdan burun dunyoda bu turlik norozilik harakatlarining taraqqiyot bosqichlarining qandoq bo'ladiganligini bilishimiz kerakdir. Planliq o'rinlashtirilgan xalq harakati bo'lmagan, ma'lum bir fojianing piltisi yiqishi bilan portlash xarakterlik yuz bergan bu turdagi harakatlarning taraqqiyot jarayoni normalda tuvandikidek bo'ladi. Birinchi, ma'lum bir fojia sababli ma'lum sondagi kishilarning ko'chalarga chiqishi. Ikkinchi, ko'chaga chiqqan kishilarni yerlik saqchi yoki munosabatlik yerlik ma'murlarning bostirishi. Üçüncü, yerlik saqchi doiralari norozilik harakatini bostira olmaganda, namoyishchilarning talabini o'rindab, kishilarni tarqatgandan keyin harakatda muhim rol o'ynaydigan kishilarni birdan-bir ovlash. To'rtinchi, talabi o'rindalmaganlik yoki talabi o'rindalsimi besiqmay, yanada kengaygan shaklda davomlashgan harakatlarni qurolliq saqchi orqali bostirish. 5. Qurolliq saqchi kuchlarimi bostira olmagadek darajada kengayib ketgan xalq norozilik harakatlarini harbiy kuch bilan bostirish. 6. Harbiy kuch bilan qisqa vaqt ichida bostirib etilmagan keng ko'lamli harakatlar armiya qo'mondonlariga mundaq to'rtturlik tanlash beradi. Birinchi, hukumat tarafda turib norozilik harakatini eng qonliq shaklda bostirish. Buningda shaharlar qon bilan bo'yiladi. Ikkinchi, barliq harbiy qo'mondonlarning xalq tarafga o'tib ketishi. Buningda hukumat almashidi yoki rejim yiqiladi. Uchinchi, qo'mondonlar hukumat va xalq tarafdori bo'lib, ikkiga bo'lingan holda ishga urush boshlanadi. To'rtinchi, har qaysi qo'mondonlar o'zi turishliq rayon yoki o'lkaning bexatarligini qo'g'dab turib olib, o'z oldiga rayon xarakterlik militaristga aylanadi. Buningda ya davlat parchalanadi yoki har qaysi militarist qo'mondonlar birlikka kelalasa yangi bir rejim quriladi. Növbətdə Xitayda başlanğan hərəkət yuqarqı basqıçlarının ikinci basqıçıda bo'lib, ko'chaga chiqqan odam soni az, ko'lami texi yetarlik kengaymagan bo'libla qolmasdan talab o'rindalsıla, ya'ni virus sababli taqalgan ishiklar echib etilsıla, tarqab ketish ehtimoligi cho'ng. Shuning uchun mazkur norozilik harakatini Sharqiy Turkistonning taqdiriga bog'lab olishga texi boldurlik qiladi. Biz mazkur harakatga qarata inkos qaytarishdan burun tushunishimiz kerak bo'lgan nuqta, navbatda o'xshash vaqtda ikki xil kurash qilayotganligimizni anqirishimizdir. Biri, tuyuqsiz portlagan harakatlarga qarata istixiylik shaklda angsiz inkos qaytarish. Davarimiz bo'lsa, yana biri planliq shaklda elib berishimiz kerak bo'lgan uzun muddatlik mustaqillik ko'rishimizdir. Buni eng oddiy til bilan shundoq tasvirlash mumkin. Bir kichik bola ham yo'tilyotdi, ham qizitmasi o'rlab ketdi. Ammo asli masala bu bolada o'pka yallig'i kasalining borligidir. Vatandagi xalqimizning och qilishi, virus sababli so'linib qilishi, lagerlar qatorliqlar faqat bu bolaning yo'tili, gelining ishib qilishi va qizitmasining o'rlab ketishi qatorliq vaqtliq alomatlardir. Bu alomatlarning asli sababi bo'lgan o'pka yallig'i bo'lsa, vatanning ishg'ol ostida bo'lishidir. Shuning uchun vatandan keladigan shum xabarlarning va xalqimizning beshiga keladigan qiyinchiliklarning yana shakli o'zgargan holda davomlashadiganligini tushunishimiz kerak. Bugun o't ketgan bo'lsa, ati kelkun, yer tavrash va bularga qo'shib Xitoyning ta'tir pozitsiyasi va hatto bostirishi kelishi aniq. Her qitim yeni bastırış bo'lganda hayajonlanib namoyishlarga chiqib, bir haftadan keyin besqib qoladigan so'zulma xarakterlik ishki kesilimiz haqida to'xtalib kelayotganimga 12 yil bo'ldi. Ammo yanada o'xshash pozitsiyani ko'rmoqdaman. Endi bo'lsa-mu o'tgan 5 yildan beri to'plagan tajribalarimizdan dars chiqarib, bu holatni o'zgartirishimiz lozimdir.
Undaqda, növbətdəki əhvalda biz qaysı meydanda turub nima qilishimiz lozim? Bir türküm küçümüzni ayırıp uzun müddetli küreş üçün qılıvatqan tiyarlığımızı qiliverişimiz və bir qism küçümüzni növbətdəki vəziyyətki inkas qaytırış və bəzi hərəkətlərini qilishqa ayırışımız lazım. Xitaylar bilan hamkorlashib harakat qilg'usi kelib ketadigan, Xitaylar yillardan beri demokratiya nomi bilan ichimizda beqib samirtgan qo'ylarning dal mo'shundaq vaziyatda Minzu Tuanji, Millatlar Ittifoqligi, demokratiya va deb to'lab maydonga chiqadiganligini bilishimiz kerak. Minzu Tuanji deb chiqqan Xitoy suyarlar va tili ulusga kelmay vulusi deb ana tilga qiyib ketayotgan Xitoy jirimlarining chiqirayotgan varang churungimi normaldir. Xitayning aramızda demokratiya nomi ostida beqivatgan mazkur qo'ylari kelgusidagi Xitoy iqtisodiy ko'mirilishi bilan boshlanadigan norozilik harakatlarining yuqorqi bosqichlarining 6-bosqichiga berib yetib, Xitoy davlati parchalanish davriga kirgan vaziyatda Women Yao Minzu Tuanji deb vaqirab maydonga chiqishi uchun bo'dilayotgan sog'liqlardir. Tarixda 3 qitim qaçırgan fursatdan ibrat oladigan bo'lsak, oramizdagi Xitoy sog'liqlarining eng oxirgi hal qilg'ish davrida ish buzish uchun beqilayotganligini ko'rish bek qiyin emas. Tarix atini ko'radigan aynak emasmi? Undaqda Sharqiy Turkistonliklarning maydoni nima bo'lishi kerak? Biz shuni bilishimiz kerakki, Xitoy davlatining sirtida harakat qilayotgan Xitoylarning Sharqiy Turkistonliklarga ehtiyoji bor. Şunun üçün biz ulardan foydalanyaptamdık yoki ular bizdan foydalanyaptamdı degan savolni yaxshi o'ylashib, Xitoylar bilan bo'lgan hamkorlikqa shart qo'shishni bilishimiz kerak. Xitoylar bilan bo'ladigan namoyishga Sharqiy Turkiston ulusal bayrog'ini opirishlam emas, balki Xitoylarga ko'targizish. Sharqiy Turkistonga mustaqillik degandek shuarlar yozilgan lozunkalarni Xitoylarning qo'liga tutqizishimiz kerak. Bularni qilmagan Xitoylar bilan hamkorlashib harakat qilishning hojati yo'q. Chunki Xitoyda chiqqan navbatdagi norozilik harakatining bostirib etilishi ehtimoli yuqori bo'lib, bir qitimliq hissiyat harakati uchun siyosiy qizil siziqdan orqaga chekinish, siyosiy do'tlik, hatto xoinlik bo'ladi. Bir qadam oldiga qadam ilib, Xitoylarga Sharqiy Turkiston mustaqilligini qo'llashni shart qilish, hech bo'lmaganda Uyg'urlarga yurgizilayotgan qirg'inchilikni e'tirof qilishni shart qilish siyosiy oqilonlikdir. Heletin mustaqillik gepi bo'lunmaydi degan shartni qo'yib, Clubhouse suhbati o'rinlashtirayotgan Xitoy millatidagi siyosiy manfaat sezgirligini ko'rib yetadigan bo'lsak, Xitoylar bilan hamkorlashsak, bizni qo'llasa, Xinjiang desak nima bo'pti deyish oramizdagi bo'dalgan sonliqlarning ma'rishini va ba'zi Uyg'ur otliq layg'azallarning do'tligini ko'rsatib turibdi. Sharqiy Turkistonliklar, Uyg'urlar endi siyosiy aqlini tepishi kerak. Siyosiy sahnada bizning Xitoylarga emas, Xitoylarning bizga ehtiyoji borligini bilib yetishi, Xitoy bilan bo'ladigan har qanday siyosiy, aktivizm va akademik supida Xitoy tarafining vatanimizdagi qirg'inchilikni e'tirof qilishini va Sharqiy Turkiston mustaqilligini e'tirof qiladigan bo'lishini shart qilishi kerakdir. Buni qilmagan Xitoy guruhlari bilan birlikda harakat qilishning yoki yig'in etishning hojati yo'qdir. Xitoy bizning ichimizda beqib bo'davatgan avtonomiya alayli deguchi sog'liqlar bilan Sharqiy Turkiston mustaqilchilari orasidagi sun'iy jidalni chuvlab tashlab, Xitoylar orasida men Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qo'llayman deguchi Xitoylar bilan Junhua Minzu Wansuy deguchi millatchi Xitoylar orasida ziddiyat yaratish fursati ko'zimizning oldida turibdi. Siyosiy axloqni tap Uyg'ur mudofaa xandonlarimizdan sakrab chiqib, siyosiy atakaga o'tishning fursati, Xitoyning ichiga ziddiyat terishning fursati mana oldimizda turibdi. Abduri Umid Musabay